narxda 90 ming so'm, 80 ming so'm, 70 ming so'm deb o'tirmaymiz. Mana shu mahroviy sochiqlarimizni, sauna sochiq, banni sochiq va yuz sochiqlarni barchasini kilosini atiga 59 ming so'mdan berib boramiz. Albatta kommentariy yozishga shoshilmay turinglar. Yozishinglar mumkin. Hammasi arzonchi mol, bozor arzonchi molga to'lib ketdi. Moling sifatsiz. Shoshmanglar. Lyuks kачестводagi sochuvlarimiz ham bor. Premium kачествоda, lyuks kачествоda har xil turidan bor. Hozir men sizlarga yugurib borib ikkinchi etajda mollarni ham obzorini qilib beraman. Ketdik. Voy, o'zimcha yugurmoqchiman. Rivojlangan zamoniga kelib qolganimiz esimda yo'q. Videoda tezlashtirib boramiz. Ketdik. İkinci etajga chiqamiz deb birinchi etajga chiqaman. Hurmatli xaridorlar, bu yerda faqat kiyim kechaklar bizada, hammasini kiloga olishinglar mumkin. Ikkinchi etajda sochuvlarni ko'ramiz. Sochuvlarni Turkiyaga borib, kilosiga pul to'lab, qoplarni ko'tarib, olib kelib kargoga ber, kargoga to'la qilib yurgandan ko'ra, kilo optim eksportga kelasizlar. Hammasini объемda chiroyli qilib narxlarni shokolad narxlarda qidiramiz. Faqat sarpa bob. Kelin poshshalarga, qizlaringlarga, sarpalarga soladigan sochuvlar, lyuks kачествоni yaxshi ko'radigan klientlarimiz uchun. Endi bu yoqda bizada jaydari klientlarimiz uchun ham mahsulotlarimiz bor. Ketdik. Mana sizlarga jaydari klientlarimiz uchun har xil turdagi sochiq, pokrival, banni, xalat, объемda bular hammasi ashnaqa qilib, asharadan kelib, mashinasini olib, объемda mazza qilib sotsanglar bo'ladi, hurmatli xaridorlar. Mana bu pokrivalni degani pochcham bilan qo'shib qolganingizda bir kishilik pokrival. Sekin narigi xonaga o'tib, yopinib yotaverasiz. Hazil albatta, yana urush bormang. Ikki kishilik pokrivallarimiz ham bor, hurmatli xaridorlar. Bu yerda mahroviy deysizmi? Vafilli pokrival deysizmi? Kilo narxi atiga 85 ming so'mdan. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bosamiz.